Haqiqiy IQ test bu qog'ozdagi yechiladigan IQ test emas, balki ishni tugata olish qobiliyati haqiqiy IQ test. O'shaning uchun ham o'zingizni burchaga tiqqaningizdan keyin ana shunda yo'l faqat oldinga qoladi. Shu ishni qilmaslik sizni o'sha o'lish bilan barobar bo'lishi kerak. Mayli obro'yingiz o'lsin, mayli pulingiz o'lsin, mayli asabingiz o'lsin, lekin tamom bo'lishingiz kerak. Shuning uchun talab etadi. Men ishonmayman deydi. Oylikka olingan odamlar dunyoni yaxshilashiga deydi. Har doim skin in the game, ya'ni teri qo'shilgan bo'lishi kerak deydi. Qachonki odam ozgina bo'lsa ham puli, mehri, vaqti qo'shilgan bo'lsa, ana shundagina u yaxshi deydi. Mana shuni teri qo'shilish deydi. Bundan keyin o'qiyotgan kitoblarimni 50% oldin o'qigan kitoblarim bo'ladi. Keyin anaqani gapini men tushundim. Bilardim, lekin endi tushundim avvalgi gapini. Nima edi desa, 100 ta kitob olib, o'shani qayta o'qish yetadi. Hamma kitob o'qish shart emas. Hamma faqat o'zining 100 tasini o'zi topadi, deydi-ku. Shu qayta o'qish bilan amal qilishda bog'liqlik ko'ryapman men. Bir marta o'qib ketish TikTokka boshqacharoq varianti xolos. Ana kitob variant. TikTokdan yaxshi, YouTubedan ham yaxshi, hattoki zo'r ekan. Takror qilganingizda rostdan ilm hosil bo'lar ekanda. Bitta o'tib ketganingizda ma'lumot hosil bo'lar ekan. Demak, eng yaxshi maslahatni sizga vaziyatingizni biladigan aqlli odam beradi. Shuning Scott Adams aytgan edi, yoshlikda eng katta omading keladigan narsa aqlli do'sting bo'lsin deydi. Nimaga do'sting bo'lsin? Aqlli kitoblarni o'qishing demaydi, yoki qanaqadir coach, ekspert, qanaqadir konsultanting bo'lsin demaydi. Yo'q, muhim joyi do'sting. U seni taniydi. To'xta, yo'q, senga bu mana variant yaxshiroq deb seni vaziyatingni aytadi. Ya'ni 10 ta, 15 ta, 20 ta maslahatdan shunday filtr qilib buni aytadi. Bugungi sonimiz boshqacha bo'ladi. Ikkita o'zgarish qildik. Birinchi o'zgarish bu men Ibrohimga qarab gapiryapman, ya'ni sizga. Ya'ni kameraga emas. Qani odamga gapirib chiqsa qanaqa bo'lar ekan. Ikkinchisi 6 ta iqtibos tanlab olganmiz, ikkitasini shunday o'chirib tashladim. Nimaga desa, zo'r tanlangan edi o'z iqtiboslar, yana ham zo'rlari qolsin dedim-da, 4 ta qoldirdim. 4 ta iqtibos. Birinchi iqtibosimiz Brian Kaplandan. Haqiqiy IQ test bu qog'ozdagi yechiladigan IQ test emas, balki ishni tugata olish qobiliyati haqiqiy IQ test. Kaplan bilan Taleb Mercatoda gaplashib o'tiribdi. Ya'ni Tower Coven'da intervyu berishyapti va gaplashyaptiki, IQ test bu bo'lmagan narsa. Ya'ni mashinniklar o'ylab topgan narsa minusga ishlaydi, ya'ni ahmoq odamni topib beradi, lekin aqlli odamni topib bera olmaydi. Okay, shunda savol berishyapti. Xo'p, nima biz shuncha IQ testlar o'lchyapmiz, noto'g'ri o'lchyapmizmi? Orasidan odam aqlliligini qatdan bilamiz degan savol berishyapti. Keyin Kaplan javob beryapti. Ish etamiz deyapti. 1 soat ichida menga italyanskiy kostyum topib ber, narxi $1000 yoki $500 arzon bo'lsin. Topib kela oladimi, yo'qmi? Mana shu IQ test. Meni bitta shogirdim desak bo'ladimi, tanishim, bir yosh tanishimiz bor. Mendan yosh kichkinaroq, 5-6 yoshga. Shu yigit o'zbek tilidan boshqa tilni bilmaydi. Otini aytsam taniydi, shuning uchun aytmayman hozir. O'zbek tilidan boshqa til bilmaydi. Men uchun universitet ham anaqa qilmagan, universitetda ham o'qimagan. Lekin nima ish etsangiz bitirib kela oladi. Nima ish etsangiz bitirib keladi va bir joyga borsangiz, do'konga borasizmi, Amirsog'ga borasizmi, yoki bir ishxonaga borasizmi, 15 minutda tanish topib chiqadi shu yerda. Mana shu til bilan tanishib, aka siz yaxshisiz, zo'rsiz, mana shuni arzonroq bering, mana buni bizga qilib gaplashaylik, keyingi safar kelganimizda bizni o'chirsiz o'tkazib yuboring deydi-da, ishini bitiradi. Ko'p kitob o'qimaydi, umuman kitob o'qimaydi. Til bilmaydi, universitet tugatmagan, lekin ishni bitirish kerak bo'lsa shu bolaga men telefon qilaman. Telefon-da, "Xormen, yaxshimisiz? Menda mana shu ish bor edi. Shuni qanaqa bitirsak bo'ladi" deyman. Haqiqiy IQ shu. IQ nima degani o'zi? Intellect quotient, ya'ni sizning aql darajasi degani. U crossword yechishda bilinadimi? Yoki test yechishda bilinadimi? Yoki mantiqiy masalalarni yechishda bilinadimi? Yoki matematik misollarni yechishda bilinadimi? Undan foyda yo'q agar siz hayotingizdagi muammolarni yecha olmasangiz. Ya'ni akademiklar bor, xonasini toza qilib tura olmaydi, tutolmaydi. Professorlar bor, mashinasini doim sasib yotadi. O'zini hayotini yig'ishtirib olmagan yoki birorta ham do'sti yo'q, yoki vaqtini kontrol qila olmaydi, yoki telefonida soatlab vaqt o'tkazib qo'yadi. Bu aqlli belgisimi? Ya'ni nima aqlli belgisi desa, mana men ish etdim yoki o'zingizga o'zingiz ish qo'ydingiz, shuni bitirdingiz. Qanaqa qilib bo'lsa ham. Mana shu aql belgisi. To'g'ri keladimi, yaxshi o'lchovmi? Yaxshi o'lchov. Endi o'zingiz qanchalik aqlligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, men yozing. Qaysi ishlarni qo'ydingiz oldingizga yoki sizga topshirildi va qanchasini bitirdingiz? Misol uchun dori topib keldingizda topib kela oldingizmi? Yoki $1000 topishingiz kerak bo'ldi, ishlab topishingiz kerak bo'ldi, 2-3 haftada shunaqa ish topa oldingizmi? Yoki shunaqa ham qizuv bo'lish kerak bo'lgan, ham yaxshi pul to'laydigan, ham boshqalarga ham kerak bo'lgan ish topishingiz kerak bo'ldi, qila oldingizmi? Yoki o'zingiz xohlagan odamga uylanishingiz kerak bo'ldi, ya'ni mana shunga uylanaman deb maqsad qo'ydingiz, uylana oldingizmi? Yoki turmushga chiqa oldingizmi? Yoki o'zingiz mana bitta ishxonaga kiraman dedingiz.
kira oldingizmi? Yaqinda intervyu eshitib qoldim. Koji Sanchez degan ayol bor, anaqadan Meksikadan chegarasidan oshib o'tib Amerikaga nelegal bo'lib kirib, Amerikada ozgina ishlab millioner bo'lgan ayol tadbirkor bor. Shu intervyusida zo'r gap aytyapti. Odamlar deydi, menga bitta anaqa yozadi deydi, uchrashaylik, sizdan savol so'ramoqchiman deydi. Xo'p, kel deyman deydi. $100 ga bilet olib kelsa bo'ladi. Qayerga borish kerak? Mana bu joyga, men ofisimga kelishim kerak. Voy, uzoq ekan, bo'ldi, bormayman deydi. Ya'ni shu yillar davomida yuzlab, minglab odamlar meni dichkamga yozgan bo'lsa deydi. Atigi bir ikkitasi balki ular ham kelmadi deydi. Ya'ni ish qo'ygan o'zini oldiga, lekin bitira olmagan. Shatda borish oldiga, o'shani ishini bitirib berish va men ba'zan ish etaman deydi. Men videoni ko'rib chiqqanda menga xulosasini aytib ber deydi. Shu bilan yo'q bo'lib ketadi deydi. Lekin meni vaqtimni olmoqchi. Ya'ni kel menga konsultatsiya bering, meni savollarim bor deb aytmoqchi, lekin men unga ish etsam bitira olmaydi deydi. Shuning uchun ham qachonki bu oxirgacha borish odamlar o'rgansa, ana shundagina uning IQsi baland bo'ladi. Men ham xuddi shu fikrdaman. Hozir shunga qarab biz bolalarni menimcha aqlli emas desak bo'ladi. Qachon biz bolalarimizga ish bitirishni o'rgatsak, bor mashina nima qilib bo'lsa ham bitirib kel, qaytib kelma deb o'rgatsak, ana shunda ular yuqori IQli bo'ladi. Biling, diplom IQ emas, qizil IQ emas, ALS 9 borlik IQ emas. Juda oddiy xatolarni qilayotganlarni ko'rdim men. Endi xo'p, qanaqa qilib mana shu ishlarni bitirishimiz mumkin? IQimizni qanaqa ko'tarishimiz mumkin degan savol. Shu yerda bizga ikkinchi iqtibos kerak bo'ladi. Bu iqtibos kitobdan olingan, Anti-xrupkost, Anti-mort kitobidan, Nasim Talebdan. Jabal al-Tariq 771-yil Marokashdan Ispaniyaga, keyinchalik Andalusiyaga bosib o'tishga ketyapti. Bosib o'tish uchun nima qilgan? Marokashdan kemada, endi Gibraltar to'sig'i bor, anaqasi bo'g'ozi bor. Gibraltar deyishiga mana shu Jabal al-Tariq sababchi, ya'ni Tariq tepaligi degani, tog'i degani, Jabal. O'shani nomiga Gibraltar deb qo'yilgan. O'sha yerdan o'tgan kemada o'zining askarlari bilan, armiyasi bilan va o'tgandan keyin kemadan yo'q yuborgan. Va askarlariga speech deydi, o'sha gap aytgan. U gapni yodlatishar ekan. O'rta Yer dengizi, o'sha Suriyada, Liviyada o'quvchilarga maktab darsliklarida yodlatar ekan. Nima degan desa, yigitlarim, orqangizlarda dengiz. Oldinglarda sizlardan anchagina ko'p bo'lgan dushman. Ya'ni xristian o'sha askarlar. Sizlarda qilich bilan jasoratdan boshqa narsa yo'q. Nima qilsanglar qilinglar degan. Bosib olishgan. Ya'ni juda oz askar bilan Ispaniyani bosib olishgan va bu ish tarixda juda ko'p marta bo'lgan. Xuddi shu ish Spartaliklar bilan ham bo'lgan. 300 dona askar bilan adashmasam Persmi yoki Doroga qarshi turishgan, ya'ni Fors podshosiga qarshi turishgan. Nimadir ish bitirmoqchi bo'lsangiz, orqadagi kemalarni yoqib yuborish kerak, demak. Ya'ni doim bizda B variant bo'lishi bu bizning ishlarimiz o'xshamasligiga garantiya degani. Qachon biz biznes boshlab qo'yib, lekin oylikka ishida ham ishlayotgan bo'lsak, ikkalovini ham zo'r qilmaymiz. Bizning biznesimiz mayli o'xshasa o'xshamasa yo'q, chunki oylikka ishaman, bor kontda turibdi-ku deymiz. Qachonki bizni ishongan odamimiz bor, bir qattiqroq kattaroq joyda ishlaydi yoki ko'p puli ko'p, yordam berib yuboradi. Biz hech qachon yaxshiroq pul topishga, o'zimiz ishimizni zo'rroq qilishga harakat qilmaymiz. Aka qutqarib oladilar, bo'lmasa o'sha bor-ku deb qo'yamiz. Qachon bir odamni hassasi bor ekan, yosh bolani, u yurishni o'rganmaydi. Nimaga juda ko'p o'quvchilarimiz menga aytadi, ya'ni juda ko'pchilik chet elga borib, boshqa davlatga borib, keyin qanotlari chiqib ketib qoladi. Tushunadi, unga yordam yo'q endi. Unga yordam yo'q, uni qo'llab-quvvatlaydigan odam yo'q. Musofirchilikni ko'rmaguncha musulmon bo'lmaysan deydi. Shuning uchun. Chunki inson boyagi qanot ichida ikkita hassasi bo'lgani uchun yugura olmaydi. Hassa bilan yugurib ko'rganmiz. Yugura olmaysiz. O'shaning uchun ham o'zingizni burchaga tiqqaningizdan keyin ana shunda yo'l faqat oldinga qoladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa iqtibos bilan tugatgan. Hech qachon dushmaningni orqasini devorga taqama deydi. Laycha kuchu, qo'rqoq kuchu, bir tishlamaydigan beozor kuchuni burchaga taqasiz, oldidan to'sib kelasiz, oxirga taqaysizda, umuman hujum qilmaydi. Qo'rqoq kuchlar bo'ladi, laycha deymiz. O'sha kuch hujum qiladi.
Men buni ko'rganman. Hattoki tovuq ham hujum qiladi. Tovuq qanaqa qo'rqoq emasam-da. U ham hujum qiladi. Chunki endi boshqa chorasi yo'q uni. U yashash kerak. Tirik qolish uchun unda boshqa variantlar bor edi. O'ngga qochib ketmoqchi edi, chapga qochib ketsa bo'lardi. Endi qocha olmayapti. Endi hujum qiladi. Mana bu burchakka taqalish deydi. Nimadir ishni bitirmoqchi bo'lsangiz, burchak, ya'ni shundan boshqa narsa qoldirmaslik kerak. Shu ishni qilmaslik sizni o'sha o'lish bilan barobar bo'lish kerak. Mayli obro'yingiz o'lsin, mayli pulingiz o'lsin, mayli asabingiz o'lsin, lekin tamom bo'lishingiz kerak. Misol uchun men zalga chiqishni nima qanaqa bog'lab qo'yganman. Har kun ertalab zalga chiqishi burchakka taqash orqali. Doim men bilan chiqadigan odamlar bor va u 2-3 ta odam. Ya'ni albatta men chiqmasam ular ham chiqmaydi yoki ular chiqmasa men ham chiqmayman, bir-birimizga bog'liqmiz. Agar bu bo'lmaganda nima qilgan bo'lardim? Farazan. Ya'ni trenerga pul to'lab qo'yardim va 1 yillik abonement olib qo'yardim va unga trenerga agar men chiqmasam senga keyingi oy pulini to'lamayman derdim. Ya'ni men uni burchakka taqardim va u meni burchakka taqardi. Yoki ko'p yozishni xohlasam nima qilgan bo'lardim? Men aytgan bo'lardim, men bo'ldi mana yozaman insho va u inshoyimni men endi sotaman derdim va o'sha sotgan puliga, sotganimdan kelgan puliga ham bitta xarajat topib qo'ygan bo'lardim. Va bir odamni oldida bir ishni qachon bajargan bo'lardim. Ko'pchilikning oldida va'da berib qo'ysam, qilaman bo'ldi mashana deb, ya'ni buni qilmaslik uyat bo'lsa. Qachon men biznes yurib ketishiga harakat qilgan bo'lardim. Qachonki men o'tda $1000 bo'lsa ham, $2000 bo'lgan bo'lsa ham pul tikkan bo'lsam, o'zimni pulim kirgan bo'lsa, shuning uchun talab etadi. Men ishonmayman deydi. Oylikka olingan odamlar dunyoni yaxshilashiga deydi. Har doim skin in the game, ya'ni teri qo'shilgan bo'lish kerak deydi. Qachonki odam ozgina bo'lsa ham puli, mehri, vaqti qo'shilgan bo'lsa, ana shundagina u yaxshilaydi. Mana shuni teri qo'shilish deydi. Ana shu burchakka olib boradi. Nimadir ishni bitirmoqchimisiz, burchakka olib borishingiz kerak. Mana men budilligimdan misol olaylik. Alarm degan dastur ishlataman. Mana shu hozir linki ham chiqadi, rasmi ham chiqadi. Oyiga $7, 75 ming 80 ming so'm. Lekin shu dastur uyg'otish bo'yicha haqiqiy master klass bo'lsa kerak, burchakka tiqadi. Ya'ni matematik misol beradi. Undan keyin har xil topishmoqlar beradi. Undan keyin shkop yonidagi QR kodni borib skaner qilgin deydi. U turib yurasiz. Keyin 3 daqiqadan keyin yana chiyillaydi. Uyg'otmaganga qo'ymaydi. Telefonni o'chirib qo'ysangiz pul yechib oladi kartangizdan. Ya'ni sizni burchakka taqab shu meni uyg'otyapti. Mana shu budilnik hozir, ya'ni juda ham katta yordam beryapti. Bundan oldin hamma narsa sinab ko'rdim, lekin iloji bo'lmadi. Xo'p, mana shunaqa qilibgina biz bir narsaga rostdan ham erishishimiz mumkin, ya'ni plan B ni yo'qotib olish. Bir odam bilan qachon do'st bo'lasiz? Boshqa do'stlarga variant qoldirmasangiz. Bir kitobni qachon o'qib tugatasiz? Hamma kitobni yig'ishtirib tashlab, faqat shuni qoldirsangiz. Bir ishni qachon qilasiz, bitirasiz, tugatasiz? Anchadan beri yotgan ishingiz bor. Shu ish yoki zerikish. Insonga zerikish juda ham og'riqli, to'g'rimi? Mana sizda videolarga kechikayotgan bo'lsa, shuni qilaman yoki faqat zerikaman, boshqa variant qoldirmayman. Mana shundagina odam ana qiladi, ya'ni ishini bajaradi. Menda Readwise'da 1120 kun bo'ldi strike. Nimaga? Chunki boshqa qiziq narsa yo'q meni telefonimda. Ya'ni Instagram yo'q, Telegram yo'q, YouTube yo'q, Twitterga 7000 ruxsat bor. Mutlaq yo'q. Hamma eng qiziq narsa menda o'qigan kitoblarimdan o'sha takrorlash. Shuning uchun ham kiraman. Ya'ni burchakdaman. Bu gapimiz endi ijtimoiy tarmoqlar haqida gapimiz 3-iqtibosimiz gullanib ketadi. Bu iqtibosimiz Balajidan. Va nihoyatda iqtibos. Ijtimoiy tarmoqlarga qarang. U slot mashina. Tushirasiz, qanaqa tushar ekan deb qarab turasiz. Ya'ni nima sizni nima kutayotganini bilmaysiz. Ya'ni randomnessiga qurilgan, ya'ni har xillikka qurilgan, yangilik uchun optimizatsiya qilingan. Haqiqiy progress nima edi lekin? Haqiqiy progress bu bitta yo'nalishda bugun o'rgandingiz, ertasi kun yana o'sha yo'nalishda ozgina narsa o'rgandingiz, 3-kun yana o'sha yo'nalishda o'rgandingiz, zerikdingiz, ozgina orqaga ketdingiz, jahlingiz chiqdi, keyin yana davom etdingiz, zeriksiz ham davom eturdingiz. Mana shu. Yangiliklarda ham, yangi narsalarni ko'rish, yangi narsalarni o'qishda ham xayr bor, serendipity deb aytgan. Lekin biz juda ham ko'p yangiliklarga berilib, bor narsani, ya'ni eskilik ustida ishlamayapmiz. Menga ta'sir qildi bu iqtibos Ibrohim. Xo'p, chunki menda shu narsa ko'payib ketibdi oxirgi payt. Ya'ni yangi bo'lgan. Qarang, bu iqtibos Balajining kitobidan-da. Va men buni highlight qilganman. Ya'ni men buni o'qiganman, highlight qilganman va highlightlarimni revise qilayotganimda chiqib keldi va menga juda qattiq ta'sir qildi. Chunki men hozir shu
holatda ekanman. Ha, YouTube'imni blok qilganman, ha, Instagram mutlaq ko'rmayapman. Ha, to'g'ri, Telegram kanallardan chiqib ketganman. Yangilik kamaygan. Lekin men bitta ish qilmayotgan ekanman desa, nima desa, eski narsalarimni takrorlamayotgan ekanman. Eski oldin o'qigan narsalarimni ko'rib chiqmayotgan ekanman. Ya'ni va og'ir mavzularni o'qishni to'xtatib qo'yibman. Misol uchun ta'lim haqida o'qish menga hozir og'ir. Nimaga? Chunki yangilik kam chiqadi unda. Ya'ni juda ko'p kitob o'qiganim uchun sohada, shu yilda shu sohada ishlayotganim uchun bir kitob o'qiganimda zerikan joyim ko'p bo'ladi. Lekin fizika haqida o'qisam, koinot haqida o'qisam, istalgan mavzu, tarix haqida o'qisam ham yangilik doim chiqaveradi. O'rganayotgandek his qilaman o'zimni. Lekin u progress emas, u yoniga o'sish. Boyagi qomusiylik, lekin mutaxassisligimda o'sish emas-da bu meni, ya'ni yo'nalishimda o'sish emas. Aynan ekan yo'nalishimda o'sishim uchun majburman, ya'ni mana shunaqa qiyinchiliklardan o'tishda. Ta'lim haqida bugun bu kitob, undan keyin bu kitob, ya'ni o'rta yoshdagi bolalar rivoji, boshlang'ich yoshdagi bolalar rivoji, undan keyin 10 yoshli bolalar rivoji, keyin 15 yoshli bolalar rivoji yoki biznesda, misol uchun birinchi marketing qismi, birinchi keyin HR qismi, mana shunaqa. Ya'ni strategik, tizimli, ketma-ketli bilim olish. Kerak bo'lsa bitta kitobni qayta-qayta o'qish. Hozir ham bitta kitobni qayta o'qiyapman, yod bo'lib ketguncha. Aynan shunda men tushunyapman, mana shunaqa o'qish kerak ekan. Keyin o'zim eski o'qigan kitoblarimni ham qaradimda, eng ko'p foydani ikkinchi, uchinchi marta o'qigan kitoblarimdan olgan ekanman. Ya'ni bitta o'qib o'tib ketdim, zo'r ekan. Nima o'qidim hozir? Nima bo'ldi hozir? Ancha yildan beri ko'rmayotgan tanishingiz bor-ku, o'shani ko'rib qolib, deysiz-ku. O'sha mashaqqatni qilmaylar. Men ham hozir o'zimga mana shu yerdan keyin maqsad qilib oldim, mana yozib oldim daftarga. Bundan keyin o'qiyotgan kitoblarimni 50% oldin o'qigan kitoblarim bo'ladi. Keyin anaqani gapini men tushundim. Bilardim, lekin endi tushundim avvalgi gapini. Nima edi desa, 100 ta kitob olib, o'shani qayta o'qish yetadi. Hamma kitob o'qish shart emas. Hamma faqat o'zini 100 tasini o'zi topadi, deydi-ku. Xuddi shunaqa, shu kungacha chiqqanda shu mana talab iqtiboslari bormi yoki Navalniy iqtiboslari bormi yoki nima, qaysi kitoblardan eng ko'p foyda olgan bo'lsam, 2 marta yoki 3 marta o'qigan kitoblarimdan. Ya'ni birinchi marta o'qiganman, keyin yana qaytib kelganman, keyin yana qaytib kelganman. Demak, buni videoga qo'llasa ham bo'ladi. Ya'ni bir marta video ko'rishga arziydigan video bir marta ko'rishga ham arzimaydi, demak. Ya'ni videolarni shunaqalarini tanlash kerakki, 2-3 marta qayta ko'rganingizda yangi narsa o'rishingiz kerak, shunaqa zich bo'lish kerak bu videoda. Qayta narsa o'rganib o'rishingiz kerak va o'sha takrorlash orqali sizda u muhimligi miyangizga yetib borar ekan, esingizda qolar ekan. O'tgan safar e'tibor bermagan joyingizga e'tibor berar ekansiz. Chunki bir safar mana gapga e'tibor berasizda, zo'r gap ekan deysizda, undan oldingi yoki keyingi gap o'tkazib olasiz. Mana shunaqa joylari bor ekan, bilmas ekanman deyman bu narsani. Va men ham shu noveltyga, ya'ni yangilikka qiziqib qolman. Ijtimoiy tarmoqlardan olib tashladim. Misol Instagram kirmayapman, lekin Twitter bor. Twitterda ham bu akkaunt emas, balki bitta mavzuda tizimli, uzoq o'rganib turib, bir kunda 1 soat balki mana shunaqa har xil mavzuda o'rganishga qoldirish mumkin ekan. Bu narsani o'rgandim va eng qizig'i bu aytaman, highlight qilgan, ya'ni o'zim o'qigan, o'zim belgilab va muhim narsa ekan deb tagiga chizgan narsam. Hozir yangi narsa o'qigandek bo'ldim, lekin shu narsa o'sha payt ham ta'sir qilgandek, qarang. O'shaning uchun maslahat nima desa, o'chirib tashlanglar telefoningizdan, yangi ma'lumotlarni beraveradigan. Balajin o'zining kitobida ham keladi. Nima qilish kerak, qanaqa filtr qo'yaman desa, okey, men shu ma'lumotni oldim hozir mana. Qayerda nima o'zgartiraman endi? Qaysi ishim boshqacha bo'ladi? Mana shu savolni berish kerak. Istalgan narsa mana shu kitobni olib berib olasiz, mana shu kitob. Istalgan narsa o'qidingiz. Qiziqish uchun o'qimayapsiz, tasavvur qiling, rivojlanish uchun o'qiyapsiz, kasbingizni rivojlantirish uchun yoki o'zingizni rivojlantirish uchun. Qiziqish uchun uni aniq aytib olish kerak. Men buni qiziqish uchun o'qiyapman, hobbi uchun o'qiyapman deb aytish kerak. O'qidingizda, men buni qayerda ishlataman degan savolni berish kerak, yo'qmasam kerak emas. Xo'p, endi qarang mana. Agar kimnidir feedbackini so'rasang, ya'ni menga feedback bering deb so'rasang, sen tanqidchi topasan o'zingga. Agar kimgadir maslahat so'rasang, sen o'zingga do'st topasan. Mana shu, qayerda ishlata olamiz buni, demak foydali ekan. Iqtibosga olib chiqqan ekanmiz, qarang. Demak, keyingi safar menga feedback berib yuboring, darsimdan kamchilik toping yoki videoyimdan kamchilik toping yoki men yozgan narsamdan kamchilik toping yoki men mana bu kodimdan kamchilik toping emas. Nima maslahat berasiz menga? Deylik deb o'sha yerda ishlataman. Mana shuni albatta miyaga qo'yib ketish kerak ekan. Men ham hozir buni qayerda ishlataman endi dedim-da, o'zimga yozdim. Bo'ldi dedim. Kitoblarimning 50% endi anaqa bo'ladi.
nima edi, takrorlanayotgan eski kitoblarim bo'ladi. Balki iqtibosni ham keyingi sonlarida eng yaxshi iqtiboslarimizni qayta ko'rib chiqarmiz, eslatish kerakdir balki. Ya'ni bitta narsani qayta ko'rib chiqishimiz kerakdir. Chunki eng muhim gaplar unaqa ko'p bo'lmaydi-da. Biz shunchaki unutib qo'yamiz, takror kerak bo'ladi. Yangi narsa Angela Jangda ham o'qib qoldim. Biz o'sha progress, ya'ni o'sayotgandek, ko'p narsa bilayotgandek, oson bo'lib ketayotgan bo'lsa, yo'q, unaqa bo'lmaydi. Haqiqiy o'sish, voy qiynalib ketdim. Voy mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Voy mazza, bu zo'r ekan, voy buni ham bilib qo'yish kerak ekan. Bu o'sishmas ekan. Bu o'sishmas ekan. Men o'zim ko'p qilganman bu xatoni. Sizlarni ham mana shu narsadan saqlab qolmoqchiman. Bu iqtibos shuning uchun olib qoldim. 6 ta iqtibos bor edi, chopib olib qoldim. Xo'p. Qayta o'qigan kitob qaysi shunda? Hozir Talepniki bo'ldi. Mami bo'ldi. Almanak bo'ldi, Navalniki bo'ldi. Xo'p, Talep hamma kitob. Hammasini 2 marta, ba'zan 3 marta o'qib bo'ldim. Hozircha o'qib bo'lganlarim shu. Eng qizig'i, eng ko'p iqtibos ham shulardan keladi. Chunki bularni 2-3 marta o'qiganman xolos. Mana shularda, ya'ni qolgan kitoblar bir martadan o'qib ketilganda. Hozir o'ylayapman, qolgan kitoblar ham o'qishni boshlasam, hozir mana Scott Adams o'qib chiqmoqchiman. Uje mana 2-chi marta. Uje yaqinda tugatdim, lekin yana shuni o'zini chiqadi yana. Birinchi o'qiganim ham esimda qoladi. Va yana yangi narsa chiqadi. E'tibor bersangiz, mana hozir Kevin Kellyni aytdim, anaqani aytdim. O'sha Navalniy kitoblar 3-4 marta o'qib bo'ldim shekilli uni ham. Mana shu amal qiladiganlarim ham shular bo'lib qolganda, balki qanaqadir korrelyatsiya bordir. Ya'ni amal qilayotganim uchun o'qiyotgandirman yoki avtor ko'proq yoqqani uchun qayta o'qiyotgandirman yoki qayta o'qigan uchun esimda qolib amal qilishim oson bo'layotgandirman, bilmayman, lekin shu qayta o'qish bilan amal qilishda bog'liqlik ko'ryapman men. Bir marta o'qib ketish u prosta TikTokga boshqacharoq varianti xolos, kitob varianti. TikTokdan yaxshi, YouTubedan ham yaxshi hattoki, lekin bu o'sha it's training da, ya'ni bu trenirovka. Haqiqiy o'sha borib urishmasda. Ursangiz o'shanda nimadir o'rganasiz. Shunaqa. Boshqa layerlar ochib boradi ikkinchi. Ha, shunaqa, ya'ni o'sha piyozni qabatini yechib tashlaysiz, oxiri shirinlashib boradi-yu. Shunaqa juda, ya'ni zo'r bo'lar ekan. O'shanga mana hozir men bu yil taxminan bilmayman nechta o'qiyman, balki 40 ta kitob o'qirman. Demak, 20 tasi oldingi kitoblarimdan bo'lishi kerak-da. Shunaqa reja qildim. Va eslatasiz, men amal qilyapmanmi shunga, balki mana shu narsa ham bordir, ha. Amal qilyapmanmi o'zi? Yana mana qaytib kelaveradi, o'ziga eskidan qaytib kelaveradi. Zo'r ekan, mana shu takror, karyer, takror qilganingizda rostdan ilm hosil bo'lar ekanda. Bitta o'tib ketganingizda ma'lumot hosil bo'lar ekan. Oxirgi iqtibosimiz ham shunga keladi. Ulaganimizni qarang. O'zi ulanib qoldi, men xohlamadim. 4-iqtibosimiz bizga o'zi ko'p narsa o'qib tashlaymiz, ko'p narsa ko'rib tashlaymiz nimaga? Shuki hayotimda kerak bo'lib qolar deymiz. Navalniy iqtibosi 4-iqtibos nima deydiki, agar hamma maslahatni eshitsang, bir-birini ular bekor qilib tashlaydi deydi. Ya'ni +4 ga -4 qo'shsangiz nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Ya'ni maslahatlar teskari deydi bir-biriga. Misol, men o'zim eshitgan maslahatlarimni aytaman. Qarang, hozir aytgan tadbirkor ayolimiz Cody Sanchez zo'r ishli oylikka kirgan deydi. Oyligi zo'r beradigan ishga kirganda deydi, pul to'plab, keyin o'sha pulga biznes boshlagan deydi. Talab etadi, biznes boshlagan deydi. Yosh bo'lsang, yosh bo'lgan paytingda biznes boshlab, hamma risklarni ko'rib olgan deydi. Ko'zi chansi yosh bo'lganingda ishlarga tez ko'tarilib olgan tajriba olasan deydi. Paul Graham aytadi, yoshlar hammasi startap boshlash kerak deydi. Startap eng zo'r biznes deydi. Startap boshlab yiqilgan odam oddiy biznesni boshlay oladi deydi. Nik Huber aytadi, u ham millioner, u ham katta bizneslar qilgan. Nima bor startap qilishga? 34 ta kursdoshim bor edi, 33 tasini startap fail bo'ldi. Klassik, ya'ni oddiy biznes boshlash kerak. O'sha oddiy biznesni o'stirib, keyin millioner bo'lsang, ana unga startap boshlasang bo'ladi deydi. Yana misol uchun maslahat bor. Navalniy o'zini maslahati bor. Odam o'ziga o'zi terapiya berish kerak deydi. Kecha bitta psixolog mutaxassis bilan gaplashsam, yo'q, tashqaridan terapiya olish kerak deydi. Rossiyalik anaqa hedge fond millioner bor, Viktor Oyska degan. Viktor Oyska ham aytadi, terapevt albatta olish kerak deydi. Ya'ni tanga tashqaridan kimdir tashxis qo'yish kerak deydi. Navalniy aytadi, o'zing terapiya qilishing kerak deydi. Qarang, bir-biriga qo'shsangiz 0 bo'ladi. Anaqa eshak haqidagi maqol bor-ku, eshak bir kuni bitta joyda eshak bor ekan va o'rtada turgan ekan o eshak. Bitta chetida suv turgan ekan, bitta chetida somon turgan ekanda. Somonga boribdi-da, yarim yo'lda voy chanqab qolsamchi debdi, keyin suvga boribdi, keyin yana yarim yo'lda voy oq qornim ochib qoladi, ovqatni kimdir olib ketib qolsa-chi deb, mana shunaqa yuraveribdi-da, itaga o'libdi.
qorni ochib, suvdan chanqab, unga ham bunga ham yeta olmabdi-da. Vaholanki u birinchi suvga borganda, ichib olganda, keyin u qonib, keyin somonga borganda masalasi hal edi. Ya'ni biz ham shunaqaga o'xshaymiz-da. Bitta maslahatga amal qilib ketayotgan joyimizda top etib boshqa maslahat chiqadi-da, endi bu yoqqa yurishim kerak ekan deb turib ketib qolamiz-da. Ya'ni oxirgacha yetkazib olmaymiz. Endi shunaqa vaziyat bor. O'sha menda ham bo'ladi-da. Ya'ni bu chunki biz maslahatlar davrida yashayapmiz-da. Maslahat, kontentda eng yaxshi maslahat-da. Mana hozir shaxsiy brend qurishyapti. Biz shaxsiy brend qurmayapmiz, bilasizmi? O'zim ham ko'p aytganman. Biz shaxsiy brend emas, bizda blog. Uni farqi bor. Biz lekin shunda ham maslahatda, iqtibos bu maslahatdan iborat. Tan olishimiz kerak. Hozir o'zimizga o'zimiz qarshi gap gapiryapmiz, lekin bu yerda ham hozir oxirida aytaman, qanaqa maslahatlarga olish kerak, qaysi birini olmaslik kerak. Va mana biz ham kontent qilyapmiz. Istalgan content making, content marketing, keyin o'sha influencerlar, keyin o'sha shaxsiy brend teng yarmi maslahatda. Unaqa qiling, bunaqa qilmang. Bunaqa qiling, mana bunaqa qiling. Mana bunaqa qiling, bunaqa qilmang degan maslahatlar. Kitoblar ham bir-biriga qarshi chiqadi-da. Mana shu turgan kitoblarni men kamida hozir nechta dur topib beraman sizga. Ikkita teskari birga kitob qo'yib beraman. Ikkita bir-biriga shuna teskari kitob qo'yib beraman. Bittasi mana tarbiya haqida kitob, bolani tarbiyasi bo'ladi deydi. Antropolomiya kitobi turibdi. Yo'q, genetika hammasi deydi. Ya'ni bolangiz hech narsa qilmay, o'zi genetikasi bo'yicha qanaqa bo'lsa shunday chiqadi deydi. Bu yo'q, bola bolani istalgan holatda tarbiya qilsa bo'ladi deydi. Hamma sohada shunaqa bor-da. Nimaga bunaqa desa, shu sohani chuqur bilmaydiganlar ham maslahat beradi. Endi kirib kelayotgan jurnalistlar ham maslahat beradi. Keyin yangi ilm fanni fikri o'zgarib turadi o'zi. Do'ntam chiqdi-ku, endi bu yog'iga ikkita jinsati fanni-da, bundan oldin ham jinslarni ko'p deyotgan. Ya'ni ilm fan o'zgarib turadi, narsa ilm fan-da o'zi asli o'sha ilm fan ham o'zgarib turadi, ya'ni chunki anaqa uni asosidagi data o'zgarib turadi-da. Boshqacha o'lchagan ekanmiz, ko'rib chiqish kerak ekan. Endi mana shunaqa bo'lgandan keyin maslahatlar bir-biriga teskari chiqavergandan keyin boyagi eshakka o'xshab qolishimiz mumkin-da. O'zi bu maslahat bo'yicha bittasi karyerani rivojlantirdi. Karyeramizni rivojlantirib, o'sib, ko'p pul topmoqchi edik. Top etib, tasha biznes boshlashing kerak yoshlikda dedi. Tashadik, zo'r ish. Oyligi ham zo'r edi. Biznes boshladik, 3 yil o'tdi, yurdik. De o'xshamadi. Keyin o'xshashni boshladi. Keyin yana boshqatdan mana bitta millioner ko'rib qoldik. Men ishxonamda pul yig'ib, ish to'plab, oylik to'plab, mana o'zimga biznes boshladim dedi. Dedik. Ikkita anaqaga o'tib ketib qolamiz-da. O'shanga qanaqa maslahatlarga eshitishimiz kerak? Qaysi maslahatni filtr qilishni bilishimiz kerak? Qaysi birini olaylik, qaysi birini olmaylik? Bu yerda bir nechta ikkita masala aytsa bo'ladi. Birinchisi maslahat berayotgan odamga qarash. Maslahat berayotgan odamdagi o'sha holat bizni qoniqtiradimi? Ya'ni shunaqa bo'lmoqchimizmi? O'shanaqa odam bo'lmoqchimizmi? O'sha hayotda yashamoqchimizmi? Bu bir. Ikkinchi narsani bilaylik, maslahat ko'proq vaziyatga mos bo'ladi. Vaziyatingiz qanaqa sizni? Yaxshi oilaylik ishda ishlab turibsiz-da, sizga bor top chiqib ket, kichkina biznes boshla maslahati qiyin. Yo'q, u vaziyatingiz sizni yaxshi ishlaysiz, yaxshi kompaniyadasiz, tez ko'tarilyapsiz. U kompaniyaga sizga o'xshagan odamlar kerak. Sizga mana koding maslahati tushadi. Ko'taril, tez pul to'pla, o'zing keyin ko'rarsan o'sha pulni to'plab nima qilishni degan maslahat tushunadi. Lekin o'zi yaxshi ish topa olmayotgan bo'lsangiz, balki sizga biznes haqidagi maslahat tushunadi. Siz Silikon vodiysida yashayotgan bo'lsangiz, Amerikada yashayotgan bo'lsangiz, Kaliforniyada startap boshlash maslahati zo'r tushadi sizga. Lekin O'zbekistonda siz startap boshlasangiz, kadr topa olmaysiz o'zingizga. Oddiy biznes boshlash balki to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni siz vaziyatingizni bilishingiz kerak-da. Demak, eng yaxshi maslahatni sizga vaziyatingizni biladigan aqlli odam beradi. Shuning uchun Scott Adams aytgan edi, yoshlikda eng katta omading keladigan narsa aqlli do'sting bo'lsin deydi. Nimaga do'sting bo'lsin deydi? Aqlli YouTube'da kimdir kuzatgin demaydi, aqlli kitoblarni o'qishing demaydi, yoki qanaqadir coach, ekspert, qanaqadir konsultanting bo'lsin demaydi. Yo'q, aqlli do'sting bo'lsin deydi. Bu yerda muhim joyi do'sting. Nima desa, u seni taniydi. To'xta, yo'q, senga bu mana variant yaxshiroq deb seni vaziyatingni aytadi. Ya'ni 10 ta, 15 ta, 20 ta maslahatdan shunday filtr qilib buni aytadi. Siz ham mana o'tgan safar har safar maslahat so'raganingizda Ibrohim, to'g'rim, vaziyatingizdan kelib chiqamiz-da biz. Yo'q, hozir amtga borib turishingiz kerak ekan, hozir mana ishni ishlab turishingiz kerak ekan, hozir mana tanlashingiz kerak ekan. Vaziyatdan kelib chiqamiz-da. Kecha bitta o'quvchi keldi, mana ikkita o'quvchimiz keldi. Bittasiga aytdim, "Sen iqtisodchi bo'lgin" dedim.
o'zi iqtisodchi bo'lishni tavsiya bermayman man, lekin unga shuni tavsiya berdim. Lekin 5-sinf bolamiz kecha boy o'tirdimda, "Sen muhandis bo'lgan, aerospace engineer bo'lgan" dedim. Nimaga? Buni vaziyatini bilaman, buni kimligini, o'qish darajasini, oilasini, o'sha necha pul kontrakt to'la olishini bilaman va buni necha yil vaqti qolgani, qobiliyati, til bilish darajasini bilaman. Ya'ni eng yaxshi maslahatlar demak sizni tanigan aqlli odamlardan keladi. Va mana shu odamlarga aytishingiz mumkin, mana bunaqa maslahatlar bor, qaysi birini qilsam bo'ladi. Demak, biz situatsiyamizni yaxshi bilishimiz kerak va situatsiyamizga mos bo'lganini qilishimiz kerak. Maslahatlarni-da. Shuning uchun ham ya'ni tasavvur qiling, bitta joyda maslahat o'qib qoldingiz. O'zingga qo'ling yetadigan eng zo'r qizga uylangin degan maslahat. Yana bitta maslahat bor, misol uchun. Tanigan odamingga uylangin, misol uchun. Va siz taniydigan odamlaringiz orasida qarindoshingizdir yoki uzoqroq yoki qo'shningizdir yoki sinfdoshingizdir, yaxshi bitta qiz bor, uyaltirmaydi, yoshlikdan taniysiz. Sizga bu maslahat tushadi. Chunki kimnidir ichini bilmaysiz-ku siz. Uzoqdagi odam qanaqa u, kim u, boshqa. Lekin ikkinchi variant, hech kim yo'q, hamma sizga begona. Begonalar orasida sizga uni ajrata olmaysiz. O'shanda eng zo'rini tanlang. Bu maslahat endi sizga tushadi. Ya'ni vaziyatdan farq qiladi. Shuning uchun ham hamma maslahat topga turilmaydi. Maslahat beruvchi odamning vaziyati qanaqa? Qanaqa vaziyatda bu beryapti maslahat? Kimlarga beryapti? Mana shularni filtr qilish kerak. Savol. Sizlar biznesda ketishdan oldin yoki o'zingizga maslahat berasiz, bitta kasbni bilib turib, nüanslarni bilib turib, keyin biznes o'tasiz. Shunaqa albatta mutaxassis bo'lgan juda katta foyda beradi. Ikkinchisi self therapy. Self therapy uchun o'zini tashqaridan ko'ra olish kerak. Ya'ni 3D bo'lsa, o'sha 3D kamera bo'lib tashqaridan ko'rish kerak. Lekin o'sha narsa yo'q-da. Samanda ham yo'q darajada bu narsa. Mana ham yo'q. Endi hozir men bu savol javobini bilmayman, to'g'risi. O'sha conflicting advice, ya'ni self therapy qilgan, self therapy qilmagan. It's about a matter who you trust. Ya'ni boyga zatilgasida ham bor edi-yu, trust hammasini hal qiladi. Chunki ikkita author turibdi, ikkita maslahatchi turibdi, kimga ko'proq ishonasiz? Bo'ldi. Self therapy deyotgan odamga ishonasizmi yoki therapy degan odamga ishonasizmi? Outside therapy degan odamga ishonasizmi? Ilm ishonchi asosiga olinadi. Misol uchun, o'shaning uchun mazhablarni ham olsangiz, 4 ta mazhabda, school of thought, to'g'rimi? Qo'shiladigan joylari bor bir-biriga, aksari qo'shiladi, qo'shilmaydigan joylari bor. Kim nohaq? Bu nohaq odam yo'q. Bu point of view, ya'ni o'sha nuqtai nazar. Hamma haq bo'lib turib ham har xil point of view bo'lishi mumkin. Chunki boyagi filda, ya'ni filda hamma har xil joydan kelib ushlab ko'radi-ku. Ya'ni world is too complex to understand for a single person. Ya'ni bitta odam bu dunyoni his qilishi yoki umuman ilmni qamrab olishi mutlaq imkoni yo'q-da. Shuning uchun ham o'zini ko'rgan perspektivasidan aytadi hamma. Va perspektiva cheklangan, chunki umr cheklangan. Shu sababdan siz o'zingizni perspektivangizni eng zo'r bilganingiz uchun o'zingiz bilan eng zo'r gaplasha olasizda. Endi bu bir tarafi self therapyning yaxshiligi, lekin outside therapy uni metodologiyasi bor. Sizni bilmasligi mumkin, lekin u qaysi emotsiya qatga olib borishini biladi. Shuning uchun ham bu menda dilemma hozir. O'shanda hozir bitta mutaxassis bilan yaqinda debatimiz bor, onlayn bo'ladi u tabiiy. O'sha mutaxassis bilan u aytayapti, outside therapy kerak deyapti. Men aytaman self therapy deyapman. Hali ham shu fikrdaman, chunki outside therapy olmaganman va o'sha bilan debatimizdan keyin katta ehtimol bilan mening fikrim o'zgarsa, keyin men self therapy emas, outside therapyni tavsiya qilishni boshlayman. Ya'ni outside therapy aniq kerak deyapti, terapiyasi iloji yo'q deyapti. Men aytaman self therapy deyapman. Ya'ni o'zing terapiya qilamasang tashqari yordam beraman, chunki outside therapy ham asl self therapy deyapman-da. Xuddi learning o'xshabdi. Any teaching is just reinforce self learning da. Ya'ni tashqaridan kimdir sizga narsa o'rgatmoqchi bo'lsa, o'zingiz o'rgatayotgan bo'lasiz. Bugungi iqtibosimiz shu, to'rtta iqtibos. Bir-biriga atilabdan ulamadik, ulab qoldi. Hop, ikkita iqtibosimizni ham aytib ketamiz, lekin sharh qilmaymiz. Tanlanmagan iqtiboslar. O'zingni ichkariyni boshqa odamni tashqarisiga solishtirma, Kevin Kelly. Hech qachon o'zgarmas, doim ham bor bo'lgan narsa o'zgarish. Geraklit Angela Jinga iqtibosida. Qaytaman. Oxirgisi. Hech qachon o'zgarmas va doim bor bo'lgan narsa bu o'zgarish. O'zgarish hech qachon o'zgarmaydi, u doim bor. Geraklit Angela Jingdan. Sharh qilmaymiz lekin. Sog' bo'linglar.